2025-yil yakuni dekabr oyini oxiri yaqinlashib qoldi. Xudo xolasa buyog'iga yangi yil. Xo'sh, hozir men ushbu video orqali 2025-yil boshida qanday rejalar qilganman, qanday holatim qanday bo'lgan va 25-yil oxiriga kelib qanday natijalarga erishdim, qanday xatolar qildim, nimalarni o'zgartirdim, nimalarni o'rgandim, shular haqida o'zim mana shu video orqali bo'lishmoqchiman. Kimgadir foydali bo'ladi degan umiddaman. Men o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men ismim Doston Qashimqulov. Toshkent davlat tibbiyot universitetining 2-kurs talabasiman. 2-kampus, ya'ni pediatriya yo'nalishi bo'yicha meni 2025-yildagi birinchi rejam. Men bu bloknotga yozganman rejalarimni yilning boshida. Hozir endi natijalar bilan nima o'zgarishlar, xatolar shular haqida aytib o'taman. 25-yil boshida men nemis tilini o'rganishni qaror qilgandim. Til o'rganishni bir semestr keyin boshlaganman, ya'ni 2-semestrdan. Shuning uchun til o'rganishni rejalashtirganman nemis tilidan, chunki juda hozir tibbiyot xodimlariga, o'sha umuman tibbiyot sohasiga juda katta e'tibor qaratyapti, katta imkoniyatlar beryapti. Germaniya, Yevropa, nemis zabon davlatlar o'shaning uchun nemis tilini o'rganishni qaror qilgandim. Shuning uchun men maqsad bo'yicha C1 darajaga chiqishni rejalashtirganman ekan yilning boshida. Lekin o'qishni, umuman nemis tili o'qishni, o'rganishni boshlashni men fevral oyining o'rtasidan boshlaganman. Yozda o'qishim to'xtagan. Shuning uchun shunday xatolar bo'lgan, shunday kamchiliklar bilan B2 darajaga chiqdim yilning oxirida. 25-yil yilning oxirida nemis tilidan B2 darajaga chiqdim. Mana shu xatolar bilan vaqtdan orada to'xtalishlar bilan yana shuni hisobga olishim kerakki, tibbiyot universitetida o'qish davomida bu universitet fanlari degani, fundamental fanlar degani, o'shalar bilan birgalikda shu daraja B2 darajaga chiqdim. Xo'sh, keyingi maqsadim men yilning boshida hozir o'ylab qarasam bu maslahatlashmay qilingan ish deb bilaman, qilingan reja deb bilaman. Ya'ni men o'sha B2 C1 sertifikatini olib Yevropada bakalavr boshqatdan o'qishlik uchun reja qilganim, ya'ni Yevropada boshqatdan o'qishni boshlashga harakat qilaman. O'sha menda o'sha ketish imkoniyati bo'ladi. Nemis tilini o'rgangandan keyin, hujjatlarni yig'gandan keyin ketib o'sha yerda o'sha 1-kursdan boshqatdan o'qishni boshlayman degan reja bor edi menda. Lekin keyinchalik o'sha Germaniyada, Yevropada ishlaydigan shifokor hamyurtlarimiz bor. O'shalar bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali fikr olganimda, maslahat olganimda, ular bilan gaplashganimda aytishdiki, bu eng katta xato bo'ladi. Agar shunday ish qilmoqchi bo'lsangiz, bu xato, bunaqa ish qilmang degan. 1-kursdan boshlab bakalavrda o'qish oson emas. To'g'ri, til o'rganib ketishlik mumkin, o'qishga ko'nikib ketishlik mumkin, lekin moliyaviy yo'nalishda, moliya bo'yicha katta muammo bo'ladi. Ham o'qib, ham ishlash juda qiyin bakalavr bo'yicha degan shu maslahatlarni berdi. Bu nafaqat bitta vrach, Yevropadagi bitta vrach, balkim 2-3 vrach hamda Germaniyada boshqa soha bo'yicha, arxitektura bo'yicha, boshqa yo'nalishlarda ishlaydigan hamyurtlarimizdan ham o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali yozishdan maslahat oldim. Shular ham aytdiki, bu xato bo'ladi. Agar men ham orqaga qaytib boshqatdan o'qiganimda, O'zbekistonda bakalavr bitirib, nemis tilini C1 darajaga olib chiqib, tibbiy nemis tilini, agar tibbiyot sohasida bo'lsa, tibbiy nemis tilini ham
baland B2 C1 darajaga olib chiqib, qaytadan men xuddi shu yo'lni bosib o'tgan bo'lardim. Bu to'g'ri yo'nalish, mana shu bakalavriatni O'zbekistonda bitirish kerak deb maslahat berganlar. Tem более men O'zbekistonda grantda o'qiyman, tibbiyot universitetida. Xo'sh, shunaqa bo'ldi. O'sha Yevropaga meditsina universitetiga kirishida maqsad bu keyinchalik odamlar bilan gaplashib maslahat qilgandan keyin shu soha bo'yicha bu xatoligini tushunib yetdim va bu reja menda o'sha 25-yil yarmida shu iyul oylarida menda bu reja umuman chiqib ketgan. Lekin yilni boshida yozganman. Mana shu xato bo'lgan. Keyin maslahat qilib, uni yo'lini o'rgandim. Demak, bakalavrni O'zbekistonda bitirish kerak. Bu meni mana shu fikrim, o'zimning tajribam, o'zim to'plaganman odamlardan, o'sha sohadagi insonlardan so'rab. Keyin men ko'proq bodybuilding boks sohasiga ko'proq qiziqaman. Bodybuilding bo'yicha reja tuzganman yilni boshida, ya'ni bu oddiy kirish qismi, ya'ni dieta saqlash, to'g'ri ovqatlanish va kuniga yetarlicha organizmga kerak bo'lgan protein, uglevod, yog' miqdorlarini o'sha berish organizmga. Men shu yilni boshidan boshlab shakarni umuman chekladim, o'zimga iste'mol qilishni. Shakar umuman iste'mol qilmayman, juda kam yeyman. Oldin lekin juda ko'p shirinliklar, shakarli mahsulotlar yerdim. Keyin buni zararini ijtimoiy tarmoqlar orqali, vrachlarning tavsiyasi orqali ko'rgandan keyin juda yaxshi mahsulot emas ekan. Shuning uchun umuman kamaytirganman shakar mahsulotlarini. Bu bir to'g'ri qilgan harakatim bo'ldi. To'g'ri ovqatlanishga keladigan bo'lsak, to'g'ri Toshkentda o'qish davomida bir oyda bir marta, uzog'i agar bo'lib qolsa 2 marta fast food yeyiladi. Energetika keladigan bo'lsak, haftada 1 marta bo'ladi. Mana shu kamchilik, mana shu rejani buzish bo'lgan. Lekin bu odatlarni yo'qotish kerak. Bu to'g'ri zarar, to'g'rilash kerak mana shuni, lekin mana shunaqa kamchiliklar hali yetarlicha bor. Keyingi maqsadim bu boksing wrestling, ya'ni kurash boksni o'zimda ko'tarish, mana shu yo'nalish bo'yicha o'zim practice qilish, trenirovka qilishni yozganman ekan, chunki bu yo'nalishda har bir erkak uchun foydali deb bilaman, kerak va o'zimga ham juda qiziq. Bu haqda ko'p aytib o'tganman. Menda boks bo'yicha kumirim, eng topoviy, uni stilni yoqtiradigan bir bokschim bu Dmitriy Bivol. O'sha Bivolni urush jang stili yoqadi menga. Sovetskiy boksing stil bo'ladi. Shu bo'yicha praktika qildim. Zalda trenirovka qildim. Boks trenirovkalarini, boks bo'yicha ko'p videolar ko'rdim. Murabbiylar videolarini, ularni takrorlab qanchadir darajada menda boks bo'yicha menda o'sdi deb o'ylayman. YouTube bo'yicha oyiga 2 tadan 5 tagacha video yuklash yozganman. Ingliz tili kontentlar ham olib borish, ingliz tilida ham kontentlar olib borish. YouTube bo'yicha o'qish, universitetdagi o'qish davomida nemis tilidan vaqt ajratgan holda oyiga 2 ta, uzog'i borsa 3 ta video olishga harakat qildim.
obunachilar soni 330 taga yetib qoldi menimcha. YouTube bo'yicha mana shu, lekin ingliz tilida YouTube yuritishni hali boshlaganim yo'q. Chunki bilmadim, bunga bir harakat bo'ldi. Bir marta video olib ko'rdim. Ko'proq menda gaplarim nemis tilidan, o'sha kunim nemis tilini o'rganish bilan o'tayotganligi uchun, ko'proq nemischa gaplashayotganligim uchun uje miyada ingliz tilidagi so'zlar nemischasiga kelyapti. Shunga ko'proq menda chalg'ish bo'ldi. Shuning uchun xato gapirib yoki video olishlikni xohlamadim. Shuning uchun video olmadim. Lekin kelajakda maqsad bor, ingliz tilida ham kontent yuritishni boshlashda. Lekin bu yil bunaqa qilmadim. Fluent my communication skills, speak slowly, confidently, clear and like a pro, learn and practice how to teach. Mana shu reja, ya'ni kommunikatsiya, muloqotni ochiq muloqot qila olish, ravon gapirish, fikrlarni ishonch bilan, sekinlik bilan, speak slowly, sekinlik bilan chiroyli qilib tushuntirib bera olish, shu gapirish san'ati haqida reja qilganman ekan. Xo'sh, bu 7-reja bo'lyapti. Ushbu reja bo'yicha men ayta olaman, shu 25-yilda menda muloqot, gapirish san'ati, gapirish bo'yicha, communication bo'yicha ancha o'sish bo'ldi deb o'ylayman. Haqiqatan ham bo'ldi. O'zim his qildim. Yil boshida menda ancha yangi insonlar bilan gaplashishga yoki umuman guruh oldida, insonlar oldida gapirishga ozgina qo'rquv bor edi. Hozir menda duduqlanish bo'lganligi uchun, zaykaniya bo'lganligi uchun mana shu qo'rquv bor edi. Hozir ko'rib turganinglardek zaykaniya ancha yo'qolgan, deyarli sezilmaydi. Shuning uchun ancha o'sdi. Men harakat qildim. Universitetdagi mustaqil ishlar, chiqib darsni gruppaga tushuntirish, o'qituvchi bilan razgovor, studentlar bilan, kursdoshlar bilan, boshqalar bilan gapirishda menda ancha ko'p praktis bo'lganligi uchun ancha nisbatan o'zimni o'tgan yilgi dostonga nisbatan ancha o'sdi degan deb bilaman. Ancha o'sdi, lekin men 2026-yilda ham buni doimiy davom ettirish niyatidaman hali. Chunki communication skill, speaking confidently and clearly, ya'ni ishonch bilan chiroyli gapira olish, ya'ni sekinlik bilan communicational bo'lish juda kerak, juda foydali. Bu qandaydir chiroyli gapirish, soxta bo'lish emas, shunchaki qanday gapirishni o'rganish, fikrini o'zida, miyasida bor fikrini o'sha qarshidagi insonga yetkazib bera olish qobiliyati. Keyingi maqsadim nemis tili bo'yicha nemis tilidagi kitoblarni o'qishni reja qilganman ekan. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha kitob o'qish har kuni nemis tilida. Yilda boshida men erta kitoblar olgandim nemis tilini boshlashga. Uni o'qidim. Umuman o'sha yangi so'zlar bo'lganligi uchun, yangi til bo'lganligi uchun, uni so'zlarni, gaplarni yaxshi tushunmaganligim uchun, ya'ni 20-30% ni tushunardim, faqat gaplarni, so'zlarni, o'sha hikoyani qolganini tushunmaganim uchun, shuning uchun juda zerikarli bo'lganligi uchun o'qimay qo'ydim. Lekin o'qish kerak deb o'ylayman. YouTubedan videolar ko'raman, ko'p podkastlar eshitaman, nemischasida videolar ko'raman, uni eshitib, o'sha tushunishga harakat qilaman, uni orqasidan gapirishga harakat qilaman. Shadowing deydi-ku inglizchasida. Mana shu harakat qilaman, lekin kitob ham o'qishlik kerak, uni boshlashim kerak deb
o'ylayman. Chunki baribir haqiqiy nemis tili bu kitobda bo'ladi. Kitobda yozilgan bo'yicha, kitobdagi strukturalar, grammatikalar bo'yicha-da. Keyingi reja bu universitet bo'yicha, ya'ni universitet fanlaridagi, o'sha tibbiyot universitetidagi fundamental fanlarni, kerakli fanlarni chuqur o'rganishlik va qo'shimcha manbalardan foydalanib o'rganishni reja qilganman ekan. Xo'sh, bunga keladigan bo'lsak, men fundamental fanlar bo'yicha 2025-yilda o'rtacha darajada 10 dan oladigan bo'lsak, 5-6 ni belgilagan bo'lardim. Chunki to'g'ri YouTube'dan o'rganaman men anatomiyani, lekin harakat qildim biokimiya, fiziologiya fanlarini ko'proq ingliz tilini chuqurroq bilishlik kerak bo'lganligi uchun u biokimiya, fiziologiya bo'yicha ingliz tilida olingan tibbiyot kontentlarini ko'proq tushunmaganligim uchun ularni kamroq ko'rdim. Lekin anatomiyadan deyarli 80-90% nima deyotganligini, nima fikrni berayotganligini, nima ma'lumot berayotganligini tushunaman. O'shaning uchun ko'proq anatomiya bo'yicha chuqurroq o'rganishlikka qo'shimcha manbalardan, YouTube'dagi ingliz tili va sun'iy intellektidan foydalanib ko'proq o'rganishlikka harakat qildim 2025-yilda. Pul temasiga keladigan bo'lsak, menda 2025-yilda pul topish rejasi bor edi. Ya'ni bu fiziologik emas, ya'ni aql bilan o'zimni bilimim orqali pul topish rejasi bor edi. Xo'sh, pul topish menga birinchi kelgan fikr, menda kimyo biologiyadan milliy sertifikatli bo'lganligi uchun kimyo biologiyadan oldingi o'sha tibbiyot universitetiga kirishga harakat qilayotgan, o'sha yerga tayyorlanayotgan abituriyentlarga o'sha onlayn yoki offlayn holatda Toshkentda dars o'tmoqchi edim. Testlar, milliy sertifikat savollari, strukturalarni tushuntirish, shu bo'yicha bilim berib, qaysidir ma'noda pul ishlamoqchi edim. Lekin keyin maslahat o'zimga o'zim savol berib, o'ylab ko'rganimda shuni tushundimki, men hozir abituriyent paytdan universitet talaba holatiga qaysidir ma'noda ko'tarildim. Menda kimyo biologiya sertifikat bor. Hozir qaysidir ma'noda orqadagi o'sha tibbiyot universitetiga harakat qilayotgan, tayyorlanayotgan abituriyentlarga kimyo biologiyadan o'tadigan bo'lsam, o'sha vaqtimni mana shu kimyo biologiya o'rganishlikka sarflaydigan bo'lsam, takrorlashga, o'rgatishga sarflaydigan bo'lsam, menda universitetda darsliklar haqiqiy tibbiyot fundamental bilimlarida orqada qolish bo'ladi, sayozlik bo'ladi deb bu ishni xato deb o'yladim. Ya'ni orqaga qarab ketishlik deb o'yladim. Kimyo biologiyani qaytadan o'qitish. Shuning uchun bu reja ketdi, chopildi. Lekin menda hozir yagona keladigan o'zim qaysi ma'noda topadigan pul bu o'sha universitet stipendiyasi bo'ladi. Xo'sh, yil yakunlandi. Xudo xolasa 2026-yilga kuchliroq rejalar bilan, kuchliroq maqsadlar bilan, kuchliroq harakatlar bilan qaytishga harakat qilaman. 2025-yil rejasi nimalar o'xshadi, nimalar o'xshamadi, nimalarni o'rgandim, nima xatolar qildim, shular haqida ozgina bo'lishdim. Tibbiyot talabalariga yoki o'smir yoshdagi tengqurlarimga, teenagerlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Sog' bo'linglar. Keyingi video kontentlarda ko'rishguncha.